Bugun biz yangi ashulamizni kommentariyga kelgan kommentlarni o'qiymiz. Negativ kommentar chiqdimi o'zi? Nima qolsan? Achki qidiryapman. Voy, o'sha videoni boshlab bo'ldim, boshqatdan boshlamayman videoni. Bo'pti, davay. Ibo o'rtada muzikali pauza qilib achkita qoldi. Boshida yo'q. Da o'qi. Bizda faqat shu ashula bo'ladi. Bu zo'r-ku. Cha. Bizni planimiz ham shu-ku, opajon. Dengiz. Lekin sochalarim yodlasin ko'proq. Tak, bitta it olib kelib bovullatib qo'ymaslar. Sen nima izdemoqchimisan mani shu bilan? It va senni chanchashulasi. Bu joyini men 100% kesib tashlamayman. Yaxshi, lekin menga yoqyapti kommentariyalar paka. Tamam. Sen ko'rasanmi? Sani joying qiziq emas bolaliging, menda meni joyim yotlashgan. Wow degan joyni yotlashgan. O'sha it bo'lsa ham o'sha yotlangan o'sha joyi. Demak qiziq shu narsa. Tushundingmi? Yana bir oy azoblan. Bir oy emas. Ko'proq azoblanish kerak. Va chunki bizning hali proyektlarimiz ko'p. Keyingisi baba. Baba yaxit. Oppa. Da, o'sha zo'r. Iponi ikkinchi ismi Shazam. Hintlar o'zbekcha o'rganadi. Hintlar o'zbekchani o'rganibdi. 10 nima kommentga mana bor. Menga o'zbekligim yoqadi, men hindlarga o'xshamayman. Yigit cho'tka aytadi. Nimaga men buni qo'shtir aytib oling. To'xta. Kommentlarni o'qib chiqaman-da, hamma Senur joyini yozgan. Uni men yozganman o'chayni. Xarakterni men berganman Senurga. Hamma Senurni maqtayapti, voy. Meni ham maqtaysiz, men o'shani topib oldim-da, o'shani qo'yib berdim mana. Lekin zo'r rep olarmikin qara. O'ziga yaxshi komment screenshot qilganda, menga kelganda gugurt choppa. Men gugurt chopmasman. Ana endi gugurt chopi va it chacha bo'ladi. Round. Endi ko'nglim joyiga tushdi, bu videoni qo'yasan endi. Kim bu bolaga atvet bo'pti-yu? Da! Atilab o'sha joyda kim bu bolani olgan joyimizda olganmiz va bunga juda ham ko'pchilik e'tibor beribdi, sizlarga qoyil. Sizlarga rahmat. Negativ yo'q? Kstati, negativ почти topmadim men. Qiynalib ketdim, ha. Nimaga? Nimaga bizga negativ yozishmadi? So'kkanlar bor, ular negativ deb qabul qilmadim-da. Ma'noli bir nimadir yozganmi desam, yo'q, unaqa. Men cho'ta siqilib qolman negativ yozishmaganiga. Yo, o'sha taqdirga tan berishdi deb o'ylayapman. Mana bu foydasi bo'lib, baba shunday tarkan deyapti. Lutchi maqtab ko'ramiz, balki shundan keyin jim bo'lardi. Da. Хорошо. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ashulamizga video olib, o'zingizlarning akkauntingizga qo'ysanglar, biz dabavit qilamiz. Katta.